Assalomu alaykum, hurmatli Instagram kuzatuvchilari. Shu videoni olish uchun bir 3-4 marta o'ylab ko'rdim. Qayta olib, o'chirib. Mana shu bizning chorvamizda soni 46 ta. Barakasini bersin. 10 yil oldin 10 tadan boshlagandim. 10 yildan buyog'i shuncha bo'ldi. 10 yildan buyog'i Cobalt olaman, shu qo'ylarim ko'paysa, xudo xolasa 100 boshga yetsa, yarmini sotib Cobalt olaman. Degana Mokrasivit Cobaltdan dedik. 10 yildirki hali Cobalt ololmadik-da. Shu orzuyimiz hech amalga oshmadi. Undan buyog'i halol mehnat orqasidan necha marta chetga chiqib keldik. Qo'yga 2 martalab, Rossiyaga 2 martalab. Lekin shu kunimiz qo'ylarimiz ko'payadi, ozgina kamayadi, lekin biz Cobalt ololmayapmiz. Shunga nima deysiz, bu Cobalt olish uchun o'g'irlik qilish kerakmikan, biron joyda o'pirish kerakmikan, o'g'irlik qilish kerakmikan? Shu 10 yildirki orzuyimiz amalga oshmayapti. Shu biz Cobalt olamiz deguncha bilmadim. Cobalt zavodlar yopilib ketsa ham kerak menimcha. Yana ham xudo biladi-yu. Avvalambor Alloh. Shunday gaplar. Mana shu deb video qilaman deb 3-4 marta o'ylandim. Qilsammi yo'qmi? Endi hali shaxsiy videolarim chiqarganim yo'q edim o'zimcha. Mana shu chorvamiz, iqtisodimiz. Endi xudo xolasa Cobalt olamiz deb, o'g'illarga to'y qilamiz deb yaqinda yana bir chetga ketishimiz kerak. Shuni rejalashtirib turibmiz. Qo'ylar endi ko'paymaydi, ko'payish uchun yana 10 yilda 46 bosh bo'lgan bo'lsa, yana 10 yilda 92 bosh bo'lar ekan. Shunday. Boshqa daromad manbayimiz yo'q. Shu